Ha, ertaga soat 6 ga-da ochgan aziz to'yiga. To'xtani xo'jayin kelyapti, hozir qoraman o'zim. Bolalar yaxshimisizlar? Ko'rgandirsizlar, bugundan boshlab bizda kamerachilar bo'ladi. Ko'rdinglar, ular bizning ish faoliyatimizni videoga olishadi. Sizlarni ogohlantirib qo'yayapman. Xo'pmi? Sherzod, bugunga 9 ta mashina bo'ladimi? Ha, aka. Bo'ldi, kun oxirigacha kutaman, ha. Rahima, ham bugun yarim klientlarga telefon qilamiz, chaqiramiz avtosalonga, xo'pmi? Davайте endi bitta farangizdan xabar olib keling. Shohjahon aka bizni boshliq, o'zi yaxshi odam, lekin bir oyda bajariladigan planni bir kunda bajarasan deb talab qo'yapti. O'zi kuni bo'yi kompyuterda o'tiradi. Bilmadim lekin nima ishlar qiladi. Ish qilib bu videoni o'ziga ko'rsatmaysizmi? Farangiz, доброе утро. Yaxshimisiz? Сколько лидов сегодня упало? 200. За час же успеем обзвонить? Все через час жду результата. Xo'p, bilmasam endi birinchi martalab olyapti, lekin bu farangizimiz bo'ladi. Juda zo'r qiz. Nima desam, xo'p deydi, qiladi. Shu menga yoqadi. O'shanga nima desam bo'ladi? Juda tinch, xotirjam, asabiylashmaydigan qiz. Shu o'zi bitta xodimimizni farangizda menga juda yoqadi. Qolganlarni nima almashtirsa bo'ladi, lekin farangizni almashtirmayman. Shu qiz boshidan ishlaydi, oxirigacha xudo xolisa biz bilan bo'ladi. Mubinaxon, menga shunday suv olib kelib bering. Xo'p, Shohjahon aka. Rahmat. Shohjahon aka, 3 ta klient kelgandilar, to'lov qilgani, shu o'zim bilan birga olib ketaman bankka ularni. Bo'ladi ham, bankka sizga ishonaman. Давайте, udalaganingizdan keyin menga telefon qo'ying. Bo'ldi, ha bo'ladi. O'zi avtosalonda bitta ishonchli odam bo'lsa ham, o'sha ham o'zimman. Ismim Adham, bekor Shohjahon aka ro'p qo'ymagan. Voy o'zinglar eshitganinglarda faqat hamma narsani o'zimga ishonadi Shohjahon aka. Ro'pman dedimmi? Yo'q, hali ro'p emas, shoshaveradi shu bola. Bizda starshi bo'lib ishlaydi. Молодец. Endi bankka nimaga uni jo'nataman? Boshqalar borgisi kelmaydi-da, shunga uni jo'nataveraman. Mayli endi, ro'p dedimi, balki ro'p bo'lib qolar. Hali ro'p emasdilarmi? O'zi ro'p hamma vazifasini o'zim bajaraman. Hamma ishni o'zim qilsam. Bilmayman, bir unaqa bir bunaqa gapiradi. Xayoli qayerda ko'p ishlagandan bo'lsa kerak balkim. Shaq, я вам по телеграмму отправлю. Assalomu alaykum. Mening ismim Ozoda. Cherix Motorsda sotuv bo'limi rahbari lavozimida ishlayman. Bilmayman hozir bu seriallar nimaga kerak? Hozirgi paytda biz planni yopishimiz kerak. Bizning maqsadimiz faqat plan yopish bo'lishi kerak. Agar sotuvda qanaqadir foydasi bo'lsa bilmayman, lekin hozir ham даже men vaqtim yo'q. Sizlar bilan keyinroq zapiska kelsam bo'ladimi? Ey Islom, ishlaysizmi yo'qmi? O'tiraverasizmi hamma ishlaganda bekor? O'zi back office bo'lsam, nima qilishadi meni ishimga aralashib? O'zimni ishimni bilib qilsam, o'zi to'g'risini aytsam jonimga tegdi. До свидания. Скучаете? До завтра. Bo'pti Sherzod, yaxshi dam oling.